Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz olmosh so'z turkumi. Olmosh so'z turkumini ichi bo'sh so'zlar ham deb ataymiz. Demak, ikkinchi nomi ichi bo'sh so'zlar. Olmosh so'z turkumi almashaman degan ma'noni bildiradi. Nima bilan almashasan? Ol so'z turkumi o'rnida almashib qo'llanadi. Sifat, son, fe'l so'z turkumidagi so'zlar o'rnida almashib qo'llanadi. Yoki so'z o'rnida so'z birikmasi hamda gap o'rnida ham almashib qo'llanadi. Ot so'z turkumini o'rnida olmoshni qo'llab ko'ramiz. Aziza keldi, aziz keldi. Aziz keldi. Aziz ot so'z turkumi. Biz aziz so'zni o'rnida u keldi. Mana olmosh so'z turkumidan biz foydalanyapmiz. U uchinchi shaxs birlikdagi olmosh. Mana ot o'rnida qo'llanyapti olmosh. Ikkinchi misolimizda gullar tushdi rangdan. Tushdi sifat so'z turkumi. Mana sifat so'z turkumi. Biz endi aynan shu tushdi degan so'zni takrorlamasdan uni o'rnida ana shu degan so'zni tushdi degan so'zni o'rnida qo'llayapmiz. Ana shu rang menga yoqadi. Demak, ana shu bu ko'rsatish olmoshi. Uchinchi misolimiz son o'rnida men ikkita kitob oldim. Mana ikkita bu son so'z turkumi. Endi aynan ikkita so'zni takrorlamayapmiz-da, dugonam shuncha kitob olmoqchi. Demak, biz ikkita so'zini o'rniga shuncha olmoshdan sonni o'rnida foydalanyapmiz. To'rtinchi misol fe'l o'rnida. Karim gullarni uza boshladi. Mana uza boshladi bu fe'l so'z turkumi. Yetakchi ko'makchi. Biz uza boshladi fe'lni o'rnida bu bog'bonga yoqmadi. Demak, Karimning gullarni uzishi, ya'ni uza boshlashi bog'bonga yoqmadi deb bemalol foydalanishimiz mumkin. Keyingi misolimiz so'z o'rnida kitob o'qing. Kitob ot so'z turkumi. Undan hikmat topasiz. Mana biz demak, kitobdan, nimadan? Undan hikmat topasiz. Olmosh so'z turkumidan biz foydalanyapmiz. So'z birikmasi. Bizning maktabimiz chiroyli. Bizning maktabimiz so'z birikmasi. Moslashuv usulida biriktirilgan. Demak, so'z birikmasi. Bizning maktabimizda o'qish yoqadi o'rniga unda o'qish bizga yoqadi deb bemalol foydalanishimiz mumkin. Gap o'rnida istagim shuki, ko'rsatish olmosh. Shuki, olmosh. Hamma o'qishga kirsin. Mana bu hamma o'qishga kirsin degan gap mana hamma ega. Demak, o'qishga kirsin, demak, mana bu so'z gapni bemalol biz shuki olmoshini ishlatib shu mazmunni berishimiz mumkin. Demak, istagim hamma o'qishga kirsin. Demak, biz olmosh so'z turkumini o'tayotganimizda olmosh so'z turkumini aniq o'zining atash ma'nosi yo'q. 6 ta mustaqil so'z turkumini o'rgansak, shu so'z turkumlarining ichida aniq o'zining atash ma'nosiga ega bo'lmagan so'z turkumi, demak, olmosh so'z turkumi. Olmosh so'z turkumi qaysi so'z turkumlar o'rnida qo'llanadi desak, ot o'rnida birinchi, sifat o'rnida ikkinchi, son o'rnida uchinchi, fe'l o'rnida to'rtinchi yoki so'z o'rnida so'z birikmasi hamda gap o'rnida qo'llanishi mumkin. Qaytaraman, olmosh so'z turkumini aynan olmoshni ichi bo'sh so'zlar ham deb aytiladi. Olmosh so'z turkumining ma'no turlari haqida gaplashamiz. Olmosh so'z turkumining 7 xil ma'no turlari bor. Birinchisi kishilik olmoshlari. Men, sen, u birlikda, men, sen, u birlikda, biz, siz, ular ko'plikda qo'llaniladi. Ikkinchisi belgilash olmoshlari. Hamma, barcha, bari,
butun jami jamlikni bildirsa, har bir, har qanday, har kim, har qachon almoshlari undan ajratilganlik ma'nosida qo'llaniladi. Uchinchisi, ko'rsatish almoshlari. Bu, shu, o'sha, ana, mana sodda almoshlar. Mana bu, ana shu, ana bu qo'shma almoshlar sanaladi. To'rtinchisi, o'zlik almoshi. Asosan o'z so'zi asos bo'ladi. Birinchi shaxs birlikda o'zim, ikkinchi shaxs birlik o'zing, uchinchi shaxs birlik o'zi. Ko'plikda o'zimiz birinchi shaxs, o'zingiz ikkinchi shaxs, o'zlari uchinchi shaxsda qo'llaniladi. Beshinchi, so'roq almoshlari. Kim shaxs uchun, nima narsa predmet uchun, qanday belgi uchun, qancha miqdor uchun, nima uchun, sabab, qayerda, o'rin, qachon, vaqt uchun qo'llaniladigan almoshlar hisoblanadi. Oltinchi, gumon almoshlari. Kimdir, kim so'roq almoshiga dir qo'shimcha qo'shilyapti. Qachon dir qo'shilyapti, so'roq almoshidan hosil bo'lyapti. Qaysi so'roq almoshiga alla yoki kim alla qo'shimchasi qo'shilyapti. Demak, kimdir, qachondir, alla qaysi, alla kim. Va yettinchi turi bo'lishsizlik almoshlari. Hech bir, hech kim, hech nima, hech qachon, hech qaysi, hech qaysi. Aziz o'quvchilar, almosh so'z turkumini shu 7 turini biz yoddan bilishimiz kerak. Yana bir ma'lumot, men, sen, u birlikda qo'llaniladi. Ayrim jarayonlarda, ayrim holatlarda men almoshini o'rnida biz ko'plik almoshi ham qo'llanishi mumkin. Bunda kamtarinlik ma'nosi yuzaga keladi. Yoki sen ikkinchi shaxsdagi birlik almoshini o'rnida siz ko'plik qo'llanishi mumkin. Bu jarayonda hurmat ma'nosini bildiradi. Bu uslubiy vazifa bajariladi. Almoshlarning tuzilishi. Almoshlar tuzilishiga ko'ra 4 turga bo'linadi. Birinchisi, sodda almoshlar. Asos bitta. Men, sen, u, hamma, bari, o'zim, ana, mana. Asosi bitta bo'lsa, sodda almoshlar hisoblanadi. Ikkinchi ko'rinish, qo'shma almoshlar. Asosi ikkita. Ana shu, mana bu. Ko'rsatish almoshi. Har bir, har nima belgilash almoshlari. Bir narsa, bir nima. Gumon almoshi. Hech bir, hech nima bo'lishsizlik almoshi. Uchinchi ko'rinish, juft almoshlar. Siz, biz, kishilik almoshi, u, bu ko'rsatish almoshi. To'rtinchi, takroriy almoshlar. Almosh aynan takrorlanadi. Shu, o'sha ko'rsatish almoshi, o'z-o'zidan o'zlik almoshi, hammasi belgilash almoshi, kim, nima so'roq almoshi. Demak, biz yangi tushunchalarni qabul qila olamiz. Sodda almoshlar asosi faqat bitta bo'ladi. Qo'shma almoshlar 2 asosdan iborat bo'ladi. Juft almoshlar juftlanishidan hosil bo'ladi. Takroriy almoshlar aynan bir almosh takrordan hosil bo'ladi. Misol keltiramiz. Men sen uchun ko'p kitoblar xarid qildim.
hamma o'zining orzusiga erishsin. O'zim yaxshi o'qish uchun kurashaman. Qo'shma olmoshlar. Ana shu yigit ko'p mavzularni tushundi. Mana bu kitob men uchun qadrli. Siz biz gapirganimiz bilan bizga quloq solarmidi? Bozordan u olib keling. Shu men u bilan do'stlashib qoldim. O'sha men bu fanlarni chuqurroq o'rganish uchun qaror qildim. O'z-o'zidan men hamma narsani bilish uchun qiziqqanimni tushundim. Hammasi ortda qoldi. Kim vazifalarni to'liq bajardi. Siz nima ishlarni bajardingiz. Barcha olmoshlar ham qo'shma, juft, takroriy olmoshlar bo'la olmaydi ekan. Shuning uchun ko'rsatish olmoshlari, belgilash olmoshlari, jumon olmoshlari, o'zsizlik olmoshlari. Qo'shma olmoshlar ko'rinishda ham juft olmoshlar. Siz, biz kishilik olmoshlari juft holatda qo'llaniladi. Bu ko'rsatish olmoshlari juft holatda qo'llanila oladi. Shuningdek, takroriy olmoshlar. O'sha ko'rsatish olmoshlari o'z-o'zidan o'zdek hammasi belgilash, kim so'roq olmoshlari takroriy holatda qo'llanila oladi.